Bu oldimdagi bo'lsa Urumchi millionlik qorona setish chempioni. U 30 kunda 20 millionlik uy sotgan. Men o'yladim. Bunda soqol burtlari o'sib, kiyim-kechaklar ko'rgan odam qandaqsi bunda qobiliyatli bo'ldi? Boshqa pullar kiyingan xizmatdoshlar selishtirganda turg'unchan kishilarga haqiqatan bir ikkinchi qo'l uy betigidek ta'sir berdi. Men dal mushu oddiylikda bir hikoya yushirilgan deb o'yladim. Shuning bilan uning hikoyasini so'rdim. 2006-yili boshlang'ich tutray deganda asli Xinjiang menga o'tganman-ku. Bir oy qolgan vaqtda shunlar cho'ng opam tuyuqsizlam Urumchiga kelgan bo'lib, dadam kasal sababdan ishdan to'xtatdi-ku. Endi oila kirim yo'q. Shuning bilan hamda sen dadam qarishib bergin balam deb cho'ng opam olib keldi. Men hamda bolaning cho'ngi. Shuning men tirishmasam qat'i bo'lmaydi. Oilada dadam ishlamagandan keyin kasal bo'lgandan keyin kirim manbasi yo'q. Shuning bilan men kelib uyga kishi izlab baqdim. Shuning bilan oshxonaga kirib qochuvdim. Qochib ishga bo'lgan chaqda bizningki aşağıdaki Seyit O'g'raygan bir ustam, sen nima ish qilasan bu yerda? Sen o'g'on bola turib, nimba sana qochuydigan yerda? Sen ig'ir o'sim qurilish berib ishlasang 50-60 ko'p beradi emasmi? Nima deb bunday qilsa deganki, uning gibi bek ta'sir qilib ketib, 2 oylik maoshni menga chikatdim yerda. Qochuvga vaqt tanlash bo'ldi. 300 ko'y berdi. Bir oyda 300 ko'y berdi. Chikitib qurilish sizlab men kichik bo'lgandan keyin nurg'u yerda olmadi-ku. Ahir bir qurilish qilayotgan yerga berib, men bu yerda ishlaydim desam, bu endi biz 60 ko'y beramiz. Lekin sen kichik kelsa, sana endi 40 ko'y berilay ishlagan deb u yerda 4-5 oy ishladim. Cho'ng shaharning o'choqlari nechta olinib, turg'unjan oxir uy setish sohasiga qadam qo'ydi. U uymilik sohasida uchurning muhimligini biladi. Shuning bilan eng jabbaliq, lekin vaqt uzargan sari unum yaratadigan usulni tanladi. Səhər saat 4 turib, bir nanni qistirgan peti uyma-uy aralab ketisi 12larda qaytib keladi. Üsküne eslep 2 günde 4 milyonluk uy sattım, 4 milyon 500 manlık birisi. Xerida geldi, Xerida kelipla 2 saat paranlaştık, tapşırıp etti. Hem biriye bizden şovçununki muhiti yaxşı, ikincisi Xeridam uzun boğan meni küzütüp uyaldığı adam köpünçük vakitte bizde küzütüp bu için zaten işyençilik emesim küzütüp oldu. O Xerida 150 bin falan uyaldı, biz 200 bin falan yani soğuk bulduk. Yarasının 150 bin falan yani soğukluğumuz, üstüden 60 bin falan günlükünü soğukluğum. Aslında bu Xeridar'ın asasen şu ısılını veşen koşup Cüzbatlı 5-6 yıl, 10 neçili olan Xeridar'lar. Şimdi bəziləri küzdüdü, bizim məsələn bu zadı ümülük qılamdı, qançılıq düşündü, qanda deb. Bəziləri məsələn, məndən mi soraydı, bir Xeridar'ın oyunlarda 5-6 adam buludu, lekin bəzən hazır ümülük vatqan balıdı 20 manla, bizge hesapda 8 yıl oldu. Bizim tariximiz uzun, onun üstüge biz Xeridar'a bağını yoxunu yox deb beremiz. Her qanda yanın bağısını sorsa, en tüven bağısını deb bereleyimiz. Xeridar anlapla, maya mandayken de düşüneleydi. Biz hem onun hemen aslında orunu qaysını asıb bulur degendek hemen aslında teklif bilen. Bayam Xeridar'ın bizninkini gördü, orunu sel jirak gördü. Lekin deyil barımız, avval sen şahızga 2 kilometre kildi. Orunu en yaxşı yerde. Onu ağandan keyin mesela aş oynasa, Xeridar keyin 13 manga satalaydı aş oynasa. Shunday qilib, u boshlang'ishdan bitirmagan yigit oliy ma'lumotli xizmatdoshlarini hayron qildigudek natija yaratdi. 2 soatda 18 ta uy, 30 kunda 42 ta uy setib, Tianshanchi uyimlik sohasidagilarning diqqatini qo'zg'adi. Amaliyotda turg'unjanning taktikasi nihoyat oddiy. U o'zi setayotgan uylarni va Tianshanchini besh qo'ldek tushunadi. Siz qanday bilalaysiz bir shovchuniki uyning ba'zi o'rlaydigan yoki tushadiganini? Siz qanday o'qisizlar? Biz ham de onun tushadigan, o'rlaydiganini biz uchur egallaymiz. Her saha mesela şu mishiyaga mesela mektep salam nima saladi. Biz birinchi olab biz bu şirket ishlashdan burun, bu uyni setishdan burun, bu shuning atrofiga kelgusida emas, hozir bizning qurilish boshlab qo'ycha qanda nazli kildi, qanda keyin mishiyaninki mush uyning basiga ta'sir qiladigan mektep, doktorxona, qatnash, dikki, onun keyin mashallah etrafdagi mushu shovchininki qanchalik brodonligi, shovchining ko'kartilishi degandek hamma narsani uchun egallab bo'lgandan keyin undan keyin Xeridar'a mama narsani qildik, keyin uyimizning basida o'rlaydi. Asosan endi uyning basiga eng ta'sir ko'rsatgan o'rin. Masalan, Tianshanchi janubdagi 80% adam Tianshanchining uyilishini orzu qiladi. Kapla Tianshanchining uyi ko'rdi. Dabazarning atrofidan ko'rdi. Dabazar 5 kilometr dairədəki uyini ko'rdi. Lekin Tianshanchida masalan hozir mayli donglik maktab bo'lsin, hozir yangidan pifasini o'tdi. Tianshanchining uylari o'rlab ketishi mumkin. Umumiy holatda. Chunki pifa kelarli tutdi. O pifası, mivchifas eng cho'ng pifa.
yerda bu hesapda bir koni şehir deymiz-ku. Hammadan bir şey künep qalgan turmuş, bizning turmushga nəhayət qulaylik. Her cihetden qulaylik. Yemek içmek olsun, qatnaş olsun, doktorxana olsun, hammasi teng juda. Uning necha yil mobaynida qancha pul topganligini usti beshi va haydab olgan mashinasi qarab his qila olmasligingiz mumkin. Men hayron bo'lib so'radim. Mashina isroq mashina qamashsan olamda. Bunda xeyda chiqsa bir ishonch yo'q so'rab, rahatroq peyzi mashina qamashsan tag'im tizam kema o'yni. Misaldan. Yo'q, o iliqi xarida bizning mashinamizni qaramaydi, bizningki samimiyligimizni qaraydi. O sizning samimiy emasligini xeyda bir qo'yib qamsayan. Biz shu xaridaga uy tushundirish jarayonida bizdan nurg'un takliflarni oladi. Masalan, Mayaning uyi qandaroq, ma Qoroning qandaroq. Bizdan mushu uyni olmoqchi bo'libmi, pul to'lashdan burunmi bizdan so'raydi. Zodi men mushu uyni olsam, men keyin ziyon tortmay, voy is deb qolamanmi, deb qolmasmanmi deb savollarni so'raydi. Biz uningga men endi xaridaga cho'qim mushu uyni olsangiz foydalisiz demayman. Men uningga eng tuvan chekdiki ziyonning chekini deb berma. Çünkü biz bu yerdeki uçurlarını bilimiz. Mesela öy, bunun etrafına nimi düşüdü, nimi var, nimi yok. Kelgüsü diyen iş küçüldüğün ki nimi düşüdü, biz aşı neslerini bilimiz. Şuna xeridağı emilisini, hakikisini dep birimiz. Onun için xerida bizden sürüş kıldı, başka yerden sonra toxtapdı, mağuras, rast kakıptı o dep, andan bizden samimlik. Düşendim. Turg'unjonga qarab tuyuqsiz tushundim. Uning kiyimi ko'ni bo'lishi, mashinasining oddiy bo'lishi nomrodlikdan emas, balki u barliq vaqt va zehnini o'zining kasbi, samimiyati va xaridorlarga beradigan bexatarlik tuyg'usiga bag'ishlagan edi. Bu xil oddiy soddiylik dal uning qalbining intayin mo'lligi va kasbda natija qozonishga turtki bo'lgan. 快手，拥抱每一种生活。